Hozir mana bunaqa naveslar nazar tutyapsiz-da aka. Shuni inomarkalarni bosib yuboryapsiz-ku. Mana bunaqa chiroyli ikkalasini, to'g'rimi? Uni tepasini shunaqa qilib yopib qo'yishga to'g'ri kelar ekan. Birini plyonka boshqa qildirasiz-ku. Aynan shunaqa naveslarni qilib beradigan shokolad ustalarni topib qo'ydim-ku. Aka, mana shunaqa naveslar nech pulga tushadi va kvadrat nech puldan? Muhammadjon aka, bunaqa naveslarimiz kvadrati 280 mingdan 600 minggacha qilinyapti. Ustiga tunikalarini ham polnik klient nima xohlasa shu narsalarni qilib beramiz, xudo xolasa. 280 mingdan 600 minggacha shu holatda kraska, avtomobilning kraskalarigacha sepib o'rnatib beramiz. Uydagi stolka pul sanaydi bu. Xuddi shu naves hozir nech pulga tushgan? 80 millionga tushgan aka. Mana bu tomonlari bilan. Fondni shudan qilingan. Yana qanaqa xizmatlar bor aka? Undan tashqari aka konteyner materialdan qiladigan xizmatlarimiz bor, uni ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Hozir mana bunaqa naveslar nazar tutyapsiz-da aka. Shunday, Muhammadjon aka, biz konteyner materialdan shunday ishlar qilamiz aka. Mana katta-katta angarlar, yemxonaning taylari, stadion ustunlari aka, katta-katta mini stadion ustunlarini yopib beramiz, katta-katta molxonalar qilib beramiz aka. Undan tashqari konteyner materialdan nimaiki ish qilinsa, xudo xolasa hamma xizmatni qilib beramiz konteyner material. Metall qog'ozda kesasizlar. Shunday aka. Aynan shunaqa xizmatlar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, kontaktlarni pastda qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib bog'lansangiz bo'ladi. Menimcha O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasiz. O'zbekiston bo'ylab, esengi davlatlardan hozircha Qirg'iziston bo'ylab faoliyat ko'rsatyapmiz. Даже shunday. Chet davlatlargacha. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bezovta qilsangiz bo'laveradi.